Like yazıydı aka ukalar. Yarashdimi? Bir donadan like. Muhiddin Uz kanalida. Mashallah. Muhiddin Uz'ni o'zi ham buqa chiqargan bilan qo'chqorlarda yaxshi qo'ylarni ishga oldi aka ukalar. Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari. Shunchaki lifehack sizlarga nima deydi? Buqa boqishda qanaqa bo'lishini bitta ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Rossiyskiy poroda. Hurmatli kuzatuvchilar, rossiyskiy poroda. Bu tortib ketayotgan akamizning bo'ylari 170 dan oshiqroq, 175. 1 tonnaga yaqin narsa. 1 tonna emasdir, 1 tonnaga yaqin. Uy, ana ketdi. Ve yuvoshligini qaranglar qiz. Surpriz qiladi. İyi ana ketdi. Lekin qo'y uni haqida. O'g'irda tez oladi. Qanaqa bular? Bular 4 kurak. 4 kurak. Rosa zotga qo'shgan. Zotga qo'shgan. Chaqirsiz ketaveradi haqiqatan siz. Boshqa olding. Hey, obunachilar uchun mashq qo'shgan $1000 ga libonchak yetadi. Gap. 100 kilo oshiqqa. Tortib olaveradi 100 kilo. Qarasam, quloq akalar. Ko'rib ko'radi. $1000 ga mana O'zbekiston bo'ylab qo'shgan. $1000 Katta buqa bo'shalib ketdi aka ukalar. Arqoni qo'ldan chiqib ketdi katta buqamiz. Endi oxirida narxi bo'ladi. Kadrga so'rayapti. Urug'ga qo'yaman deganlarga beramiz. Ukalari bor. Ukalari. Shu. Ol bor. Mana bo'y yetyapti. Yegan akalar bu bo'yni. Tasavvur qilish uchun yonda ham oldi qarang. Voy mashalloh. Bu qarang akalar. Bu tomondan yeb qo'yapti. Akalar. Videoda Qo'chqor ishqibozlariga qadrdonlar. Bu qaranglar. Uzunligiga 1 metr bo'yi. hamma yo'q e'tibor beringlar. Dahshat. Hamma tomoni kelganda eng qizig'i. Kalla, tuyoq, Mashalloh. uzunligi, Umijon. hamma yo'q aka. Mana Aka 180 odamda oldida turibdi qo'chqor. Bu qulog'i Shoni qarang. sog'i. Qulog'i qarang, qulog'i. Bu qarichim 24. Bu qarang. Qarchiz yetmayaptimi? Qarchizdan katta ekan. Katta ekanmi? Katta ekan. 25 ekan, qulog'i. 25 dan kattaroq ekan. 25. Dahshat aka ukalar. Umijon. 4 yurak dedim buni. 4 4 ta dedi. 4 yurak ekan. Yarashdikmi? Like arziydimi aka ukalar? Yarashdimi? Bir donadan like. Muhiddin Uz kanalida. Mashalloh. Muhiddin Uz'ni o'zi ham buqa chiqargan bilan qo'chqorlarda yaxshi qo'ylarni ishga oldi aka ukalar. Qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar, buqamiz katta buqalar yemlanib turgan buqalarning ichiga kirib qoldi. Ular yonida endi bo'y bastini o'zingizlar ko'rib hisobini chiqarib olishinglar mumkin. Bu yonda turgan o buqalar katta yemda turgan buqalar. Hammasi yem yeb turgan, yemlangan buqalar. Ular buni yonida yo'qolib qolyapti, bor. Yaxshi yugurib kelsa taydan o'tib ketib qoladi-da. Shu darajada katta narsa ekan. Vodiydagi eng katta buqa aka ukalar, bittadan like bosib qo'yinglar, xudo xolasa sizlar uchun maxsus video bo'lyapti. Shunchaki ko'rib bahra olinglar aka ukalar. Buni kayfi boshqacha. Tomosha qilib ham maza qilasan odamni. Aytadi-yu, miyalaring chapaychoq orsada deydi-yu, charchaqlaring chiqib ketsa yurganda deydi-yu, shunday deydi. 1 tonnaga yaqin, bo'ylari 180 dan oshiqroq. Aka ukalar. Buni qaranglar, o yonida buqani. O katta buqa-da shu, mana u yonida turgan katta buqa shu. Endi uni qaranglar.
Değil, bu kadar güzel. Tamam ular. Boyun bilan o'lchab ko'rasiz, bu yerda kelsin ya. Qayerda otlar? Sening bo'ldi, asl kiradi. Akalar ini tushiyor ya. Onasini ham sen haybatini qaranglar buni. Otam. Ko'chtaman deyapti. Yoniga yaqinlashganda ham qo'rqasan odam. Ketdi. Obunachilar ketdi. Ya'ni Andijon viloyati. Sadaqaga kelib bayrash qo'ydim. Qora yurib Bu yonda ham o'ladi. Bu qaranglar aka.